Mana meni qoravoylarim. Uyga kelgandan beri o'zim donlarni, suvlarni berib o'zim qarayapman. Inshaalloh. Kayf qilyapman. Kayfi bo'lay buni, kayfi. Boqqan inson biladi buni, boqmagan qatdan biladi. Boqmaganlar havas qilib yuraveradi. Qaranglar, qafasda biz ot boqmaymiz. Biz qafasda qoravoylar boqamiz. Otlar narxida. Narxlari mana. Inshaalloh. Erta mana qoravoylarga yemlarni berib, kalsiylarni vaqtida berib, maşallah. Tikka tur mana, yelkada mana. Tepasidan video qilyapman. Xudo xolasa yaqinda bularga yangi qafas qurilyapti, katta. Xudo xolasa. Tez kunda buni ham video qilaman. İnşallah. Hurrus. Omo bomdodga raza chaqirdi. Timmi. Ikkita qishloqqa mana bemalol ovoz yetadigan Xo'rozda. Hozir men ikki tomonimizda qo'shlarimda tovuq yo'q, faqat menda bor. Shu Xo'roz uyg'otadi bomdodga ham. Har namozda chaqiradi. Peshin, asr, shom, xuftonda ham qo'ymasdan chaqiradi. Baraka topgur. Kechasi bo'lsa yana xuftonda. Xuftonda sal kamroq chaqirar ekan, ahamiyat berdim, lekin bomdodga mana shu odamni ko'rmaguncha chaqirib ekan Xo'roz. Keyin peshinda ko'proq chaqiradi, asrda, shomda ham bir 2-3 ta chaqirib qo'yadi bo'ldi. Xuftonga bir 2 marta chaqirib qo'yar ekan, shunga men ahamiyat berdim. Lekin bomdodga mana shu odamni ko'rmaguncha, odamni mana shu uyg'otmaguncha chaqiraveradi Xo'roz. Juda aqlli Xo'rozim, ko'z tegmasin. O'shuning uchun uyda namoz o'qiydiganlar parranda boqib qo'yish kerak. Bu telefon, budunlik, o'chirasiz, uxlaysiz. Bu Xo'roz odamni ko'rmaguncha chaqiraver ekan bomdodga. Shuni sezdim men. Maşallah. Salomat bo'lasizlar.